Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana bu navimiz Platina F1 navimiz. Hozir bugun uzishibdi. Endi uzgandan qolganlarini bir ulguribmiz. Kelganimiz shu uzishyapti. Endi uzgandan qolganlarini bir qator. Keyingi yetilib pishadigan naychalarini, mevalarini ovoyo'ray dedim. Hurmatli dehqonlar, mana naychani qarang. Naychani qarang. Quyib qo'yibdi. Mana bu tomonlarda ham ko'rishlar mumkin. Platina F1 navimiz bu. Mana qarang. Hamma nimada mevalar, shoxlarda hammasida mevalar. Qarang, hamma tupida. Endi mana bu pastdan bir boshdan uzishibdi. Bugun uzishgan ekan, endi ulgurmayapmiz. Bir video qilib ko'raylik. Keyin yetilib pishadigan mevalarni, hosillarni deb mana video qilib. Ko'ring. Hosildorligi zo'r, xudo xolasa. Bugungi kun 2026-yil 29-mart kungi sanamiz. Buni o'sha atapinaga fevral oyida ekishgan. Urug'larimiz o'zimizdan olishgan. Mana xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Naychani qarang, quyib janovar. Boshini yeb qopti. Buni qarang. Hatto shoxlarigacha meva sovurgan. Buni qarang. Mana endi bu yerdan pastdan bir qator uzishib olgan. Va keyingi yetiltirib beradigan mevalari bular. Albatta bunga o'g'it berish kerak. Asosan kaliy berish kerak endi bunga. Hosilda qarang. Hosilini qarang. Bu sonamiz Farg'ona shahar Progress qishlog'iga bergan edi. Platina F1 navli urug'imizni. Mana ko'rdingmi, hurmatli dehqonlar, buni uzishyapti. Bugun ulgurmayapmiz. Kechroq kelibmiz. Mana